Bir-biridan go'zal bular. Maşallah. Maşalloh. Oh. Ola pakkisi ham bor ekan. Qaysi birini ko'rsatishga odam shoshilib qoldi. Go'zallari bor ekan haqiqatan. Akalar shoshilish kerak. Bugungi sanamiz eslataman, videoni iloji boricha ertaroq qo'yaman, chunki 60% odam bugun Piskentda ko'p kirdi. Ketib qolish yo'q, otga qiziqqan aka-ukalar, xudo xolasa kelinglar. Molli ham import aka. Shunaqa. Kanalga ham qo'yamiz yana sizlar bilan. Shu kanalingizni ham rivojlantiramiz, muxlislaringizni ham, xudo xolasa fikrini bilamiz. Ya'ni yozasizlar. Bu mollarimiz ham sotiladi. Sotuvda, xudo xolasa sotuvga qo'ydik. Biz shu yo'lda bek yig'ligiga ozgina to'xtab qoldik. Joning sog' bo'linglar. Akalar, xudo xolasa mana ko'ngilni yoritadigan, dilni ravshan qiladigan narsalar tushishni boshladi. Mana baytal ekan, baytal. Baytalni qaranglar. Tabrolari ham bir go'zal, tabrolari. Mana ayg'ir ham tushdi, burul ayg'ir. Tabroni qarang, tabroni 01. Bir narsa tabroli ekan-da. Mana bu ham ayg'ir ekan. Bu gigantidan so'raganlar uni. Yosh toy ekan o'sha. Yosh ekan. Ham gigant ekan, qarang. Jonivorlar ko'z tegmasa. Bobur aka, bularning sheyda ma'lumotini berib ketaveramizmi? Ha, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Salomatmisizlar? Salomatmiz, charchamasdan. Uzoq kutilgan vaqt muxlislaringizni talabiga binoan To'xtab qoldi orada. Ha, bismillah deb. Chunki biz mol kirgizdik. Hozir o'sha yangiligimiz o'sha bo'ladi. Video davomida qo'yib o'tamiz YouTube'ga ham, Instagramga ham. Ot muxlislaringizni iltimos qilamiz. Mol sheriklariga peredavat qilib qo'yishadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Akalar ko'rib turinglar. Bu video davomida xudo xolasa sizlarga shu Rossiya, Qozog'istondan keltirilgan zotdor, nasldor buqalarni ko'rsatamiz. Ham so'yish yo'nalishiga, ham zot yo'nalishiga. Xuddi mana shunaqa importniy paroda bo'ladi. Bularning ma'lumotini berish boshlaydik, Husan aka. Bemalol. Bismillah. Buni baytalli go'zalligini qarang. Bular yoshga o'xshaydi aka. Xo'p, buni egalari bizga berishdi ma'lumotini. 1,5 yoshdan 4 yoshgacha. 1,5 yoshdan 4 yoshgacha. Birinchi qoringa qisirlari ham bor, bo'g'oz bo'lmaganlari ham bor. Bo'g'oz bo'lmaganlari ham bor, ha? Shunaqa. Hozir endi charchog'i bilan turibdi bular. Atrofdan kamazda ushab turdik, sal terisi qotib olsin dedik. Ana suv ichib qo'ymasin, boshqa bizdan o'tib egalariga yaxshi borsin maqsadda ushab turdik. Mashinani o'zida sovutib oldik. Taxminan yarim soat 40 minut. Qolganlarga ham shu tavsiyani beramiz. Otinglar yaxshi kelgan holat bo'lsa, yotib qolmagan bo'lsa, urinib qolgan joyi bo'lmasa, kamazda ichida saqlab olinglar. Molxonaga tezda tushirmanglar. Bu tajribadan o'tgan, shamollashga moyilligi bo'lmaydi. Otni o'zi terisi qotib oladi. Endi otvozlar uni ko'pi biladi. Ana foydali ma'lumot bo'ldi. Aka, mana ayg'iri bo'yi 1.75 dan baland shekilliga. Bu haligi bo'rdoqqa yo'nalishida ayg'ir qilaman deydigan insonlarga zo'r tushar ekan-a? Xudo xolasa. Masalan, bitta toy 180 kg maksimum go'sht qilsa bir yilda. Bularniki 220-250 ga borsa kerak bir yilda. Toylari. Ha, toylari shunaqa. Bu degani masalan 10 ta qurun olsangiz ham 50 kg plusdasizda. Shunaqa. Ya bular men o'zi boshida darga videolaringizdan ta'kidlab o'tganman, Abdulaziz. Mesni yomon emas. Qozog'iston paroda ham yomon emas, lekin Rossiyaga yeta olmaydi. Rossiya zo'r, baribir. Chunki bir narsani yerga urib olmaymiz, maqtab olamiz. Ertaga bu yo'llar to'xtab qoldi, mana orada yo'llar yopilib qoldi. Majbur bo'ldik mesni paroda boqishga. Lekin molxonaga ko'proq foyda keltiradigan narsamiz bu zot barigan. Zot. Qoniga qaralsa yaxshi bo'lar ekan. Yana bir amin bo'ldingiz, bular baribir effekt kuchliroq, ha? Genetika birinchi o'rinda turar ekan. Bekorga Yevropa oldinda emas, boshqa davlatlar oldinda emas, o'sha genetikasiga qaraydi. Mana shu ko'k baytal ham rosa 1.55, 1.50 atrofida, lekin qana semizlik uchun qanaqa gigant ko'rinyapti-da. Mana to'rig'i qarang, go'zalligi. To'shlarini qarang, Abdulaziz to'shlari. Chikib olgan ekan. Mana shu ham 1.55 chiqadi mana baytal. Zo'r narsa ekan. Agar ot qilaman desanglar, mana shundan bitta bola tushirib olsanglar, mana shunday ham bichimlari zo'r kelgan ekan. Bu mana bitta ikkalasi sherik ekan. O'xshash. Tuyoqlardan olib qo'yamiz biraz shuni. Tuyoqlari zo'r ekan. Tuyoqlar. Ko'pchiligi tuyoqqa qiziqdi, Abdulaziz, stakan tuyoq deydi, boshqa deydi. Brak deydi.
Shunaqa. Bunaqa emas. Ko'pchilik o'yladi buni oyog'idan ketgan boshqa narsa. Yo'q, bular hammasi sog'lom narsalar, faqat yaxshi yeb ichgani uchun mana zo'r semirgan ekan. Do'stlarimiz, hozir ikkinchi partiyamiz bor. Pramo Qozog'istonning Kamazi. Ikkinchi partiyamizni shu olamiz, xudo xolasa, yana qo'shimcha ma'lumotlarni berib ketamiz. Juda ham go'zal. Akalar solishtirib ko'rasizlar, bu ikkinchi partiyamiz tushyapti. Ikkinchi partiyamiz sal rangi ham boshqacharoq, bichimlari ham boshqacharoq ekan. O, mana qo'chqor kallalardan tushib boshladi-yu. Baytal ekan shu. Baytal ekan, baytal go'zal ekan-a? Ha, ketidan toy. Yosh ekan mana, qarang. Jonivor. Ha, joningda. Altarashga mana shular 1,5 yasharliklar. Bir-biridan go'zal bular. Mashalloh. Alloh. Voh. Ola pakkisi ham bor ekan mana. Qaysi birini ko'rsatishga odam shoshilib qoldi. Keyingi partiya aka go'zallikda tengi yo'q ekan. Go'zalligi juda yuqori ekan. Hozir bularning hammasini qo'shib yordik mana, ko'rasizlar. O'zi bitta qorani ota, Abdulaziz. Bitta qo'ra? Ha, bitta qorani ota. Yoshlari shu 1,5 yoshlardan boshlab 4 yoshgacha. 4 yoshgacha. Bo'ylari 1,55 dan boshlab 1,75 gacha. Go'zallari bor ekan haqiqatan akalar, shoshilish kerak. Bugungi sanamiz eslataman, videoni iloji boricha ertaroq qo'yaman, chunki 60% odam bugun Piskentda ko'p kirdi. Ketib qolish yo'q, otga qiziqqan aka-ukalar, baholasa kelinglar, 200-300 dollar kelasizlar, tarozida shuni o'tkazib baraka qilasizlar, pulni jo'natib, ot olib ketaverasizlar. Chunki bunaqa narsa juda kam keladi. Hozir rosa mana yaylov sezon boshlandi. Yaxshi ot olaman degan aka-ukalar ko'p. Qashqasidan boshlab razmerigacha moslab olsangiz bo'ladi akalar. Abdulaziz yana ta'kidlab o'taman, buni chorva badani ham bor. Kimdirlar semirib qopti, o'zim boshqatdan tarbiyalab olardim, o'zim semirtirardim desa, bo'rdoqchilik qilaman desa, chorva badani ham bor. Ha, u bir kun avval kelgan, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Uni ham ko'rsatamiz hozir. Bo'ldi. Aka, bularning savdo sharti qanaqa bo'ladi? Doimgidaqami? Doimgidek aka. Faqat narx o'zgargan. Narxlarimiz o'zgargan. Endi biz ham bozorga qarab ishlaymiz, sababi yo'llarda qiyinchilik bo'ldi, mana yo'q bizda. Narx-navo o'zi ozgina ko'tarilganligi bor. Juda katta biya ekan mana shu ham. To'g'riga. Biya yo'q bu Abdulaziz, baytal hammasi. Baytal. Baytal. Baytal ekan akalar, mana birinchi qoringa. Uni go'zalligiga qarang. Bularni ko'p bezda qilmaymiz, xonasiga kiraversin. Bo'ldi. Narx-navoni keyin aytamizmi? Ha, yo'llarga aytib o'tiramiz. Hozir bunday qiziq videolarimiz bor deyman-ku. Odamlarga qiziq joylari bor, o'shalarni ham aytib, oxirida aytib o'tamiz. Bo'lmasam shahardagidek, bo'lmasa birinchi telefonga yopishadi. Bo'ldi, tushunarli. Akalar eshitdinglar, diqqat qochirmay turasizlar, biz davom etamiz. Akalar mana bu yerlarni joylashtirdik. Joylashtirganimizga 1 soatdan o'tdi, lekin hali suv berilmadi. Chunki baribir bilan ichi kuyib turgan bo'ladi. Shunaqa bilas. O'sha boya mashinada ushlashlik sababini ham aytdim. Bilib bo'lmaydi-da, hayvon yerdagi suvni ham ichib qo'yadi. Chanqoq baland bo'ladi. O'sha oxirgi talpinib turishganda yalanishyapti. O'sha oxirida suv bo'ladi o'zi aslida, bizda suv yo'q bunda. Mana o'sha suvni tomchilarini yalab, otlar suv bo'lgani yaxshi. Biz ham shu dodalarimizdan o'rganganmiz. Qizib turgan narsaga suv berib bo'lmaydi, qachonki turib qolsa. Shuning uchun shunaqa metodda qildik. Xo'p, bizda yangilik bor. Abdulaziz, bismillah. Xudo xolasa, mana yangilikning bombasi. Bizda kamdan kam chiqadigan chiqarish bo'ladi. Xudo xolasa, molli ham import aka. Shunaqa. Kanalga ham qo'yamiz yana sizlar bilan. Shu kanalingizni ham rivojlantiramiz, muxlislaringizni ham, xudo xolasa, fikrini bilamiz. Yana yozasizlar. Bu mollarimiz ham sotiladi. Sotuvda, xudo xolasa, sotuvga qo'ydik. Biz shu yo'lda bek yig'ligiga ozgina to'xtab qoldik. Bekor turmaslik uchun mol bilan band qilib turdik molxonamizni. Joylarimiz o'zi otga moslashgan. Shunda ham lekin mollar ham yomon bo'lmadi. Chorva badan ekan, hammasi boqim ekan. Bular Abdulaziz, bularni o'zi semirtirish niyatimiz bor edi. Semirtirib ham kelyotdik. Bu oqsil kasalligi hammaga keldi baravarga. Bizning molxonani ham chetlab o'tmadi. Nasibamiz bor ekan oqsilda. Bu mollar chiqqaniga 1,5 hafta, 1 hafta bo'ldi. Doktorlar ham biladi, o'zi mashhur doktorlar keldi shu yerga. Ozgina aqlimiz yetmagan joylarga ular o'rgatishdi. Mollarni butkul chiqarib oldik, xudo xolasa. Oqsildan qutuldi bular. 98-99% chiqarib oldik. 1% ham katta narsa o'zi. Bu degani orqa tarafda o'zi karantinli zonamiz bor. Orqada. O'sha yerda bor. 5-10 ta molimiz qoldi. Ular ham xudo xolasa bularning safiga qo'shiladi. Xudo xolasa. Mollarni usti bilan olsangiz, chorva yo'nalishidagi mol boqadigan chorvachilarimiz xudo xolasa buni bilishadi. Ko'rib olishadi. Ha, kureklari ochilayotganini mollarni. Xo'p, buni yana bir eslatib o'tamiz. Chorva House Odil
Odiljondan chiqargan edik buni noyabr oyida. Ha. Mollar juda qiynalib kelgan edi. O'shanda meni bitta so'zimni Odilcha barak topsin qaytaryaptilar. Tuning qilib beraman mollarni dedim. Ha. Ana bizani o'zimizdan Hozir o'sha so'z trendga chiqdi o'zi. Ha, trendga chiqdi. Mana mollarni tuning darajasiga yetkazib qo'ydik. Faqat buni 4 ta, 5 ta, 10 ta boring ana hammasini bir joyda olaman degan odam bo'lsa bizga qulay. Savdosi ham oson bitadi. Shoxliligiga boylashga ham qulay molxonalarga. Endi ko'p joylarda yechiq joyi yo'qda endi. Shoxli mol so'rashadi, to'qol molni boylasha olmaydi. Mana shoxli variantlari. Hop, mollarimizni zotiga keladigan bo'lsak, rossiyskiy gibrid bular. Gibrid, ha? Ha, simentalga chatish bor. Sharalayiga chatish bor. Mikkiga chatish bor ekan. Bor. Angusga chatish ham bor. Oqbosh. Asosiysi simentalga chatish bu yerda. Bo'yinlari mana shunaqa chiqib ketadi. Mana shu agar chorva havas kuzatib yurgan muxlislaringiz bo'lsa, shu ingichka mollar mana ishlaydi. Kichkina bo'lgan, ha? Ha, juda ingichka, nozik bo'lgan mollarimiz. O'zim ham bir ish bilan kelganimda mollar buzoqcha edi-da. Buzoqchadan kattaroq mollar edi. Shunaqa. O'sadigan holatga kelib olishdi bular. Zo'r o'sibdi lekin mollar. Kuragini olsangiz, mana kuragidan ma'lum. Mana har bir qo'ramizda kuragi mana kuragi ochilyapti. Mana shu yonidagi mollar ham mana kuragi ochilyapti. Kuragi mana ochilishni boshlagan. Keyin aka bular o'zi haligi o'zini og'zida ham kuragi bo'ladi-a? Ha, kurak buzgan. Buzgan, bular. Bizga kelganda buzoq holatida edi. Paltarashka mol deyiladi o'zi asli. Paltarashka bo'lib tish bizimagan paytida kelib qoldi menga. Oqsil bilan bo'lishib, bu tezlashib, jarayon yaxshi bo'lib, kurak bizib bo'ldi bu zot. Hammasi bizib bo'libdi. Bizib bo'ldi. Hozir mana kavshanyotganda mana shu molni yana bitta yaqinroq oling. Mana shu molni endi men sharali deb sota olmayman. Chunki video boshida o'rtasida gibrid deb qo'ydim. Gibrid, ha. Lekin sharaliga qoni bor. Otasi kelganmi, onasiga ham sharalay bor. Orqalari ham jar kelishgan. Mollar mana qorinni solib semirish jarayoniga tayyor ekan-a? Ha, shunaqa. Yeydigan xonasiga keldi xullas. Hozir ratsion уже silosga ham o'rgatib qo'ygansiz. Silosga tushib bo'lgan. Kepi mana ozmoz kepi chochdik hozir mana. Mollar ana o'sha oqsilda til kasali, o'sha stomatit kasalligi ro'para bo'lgancha mana mashlarda mana stomatit kasalliklari yo'qolib ketyapti. Yaxshilab olsangiz, u tumshuqlari tozalanib, o'sha oq-qora bo'lgan o'sha. Oq-qora bo'libdi. Shunaqa. O'zi mollarning rangini ham akalar mana qarang. Mollar tullashga o'tib ketdi, yana bitta sababi. O'sha mana mollar rangi ham tozalanib, xudo xolasa olinar ekan, boqilar ekan. Bular menimcha kurak buzgani hisobiga 20 kun, silosga moslashgani hisobiga bir 10 kun, 30 kun yutug'i bor ekan olgan odamlar. Shunaqa. Bu yoqqa Qur'on hayitga niyat qilganlar bo'lsa, oldi qatorlarda Qur'on hayitga yetilib qoladi. Yetiladi. Xudo xolasa. Balki o'tar. Qur'on hayitdagi molxonalar bo'shab qoladi ko'pi. Lekin hammasi bo'yindor, kelishgan bu qola. Xudo xolasa. O'sha mana Qur'on hayit issiq iqlimga to'g'ri kelyapti. Shu paytda o'zi mollar unaqa yog'li mollar ham bo'yinni qarang, bo'yinni. Tumaloq bo'lib qolibdi-yu bu. Lekin boqadigan joyi bor, hammasini boqma. O'sha aytganimdek, oqsildan keyin mollar xudo xolasa oldinga qarab ketadigan paytiga keldi. Zo'rlari mana bag'da ekan. Bu kattalashyapti qatorimiz. Bular o'sha katta partiyaga o'tyapmiz, a? Shunaqa. Mana mollarni qarang, go'zalligini. Xullas har tomonlama yutuqda bo'lasizlar. Bu yaylovdan kelib yoki Rossiyadan kelib sizlarda iqlimga moslashib, oqsil kasalligi bo'lib, kurak buzish degan masalalardan qutulgan holatda tuning deganingiz shu narsani nazarda tutilyapti, aynan. Ko'rimsiz mollarda kelganda to'g'risini aytamiz, tan olamiz. Ko'rimsiz mollarda, lekin tanlashda adashmabdi bizning zakatuvchilar. Baraka topishsin. O'sha mollar aytganidek, ko'ngildagidek o'sha otasini ko'rib, naslini ko'rib olishgan ekan. Bu yerda bir 70-80 bosh bormi yo 100 bosh? Xo'p, katta molimiz qariyb 100 ga yaqin, Umid. 100 ga yaqin katta molimiz bor. Katta mol deganda narxini ham aytib o'taylik, Abdulaziz, qiynalmaylik muxlislaringizni. Xo'p, 10 tarafdagi qo'ramizdan 33 milliondan 40 milliongacha molimiz bor. Shu o'ng tarafdagi mollar 33 milliondan 43 milliongacha? 40 million. Ha, 40 milliongacha. Kilosini ham aytib o'taylik, qiynalmaylik. Ha. 500 kilo plus mollar. 500 kilo 3 vazni plus vazni. 3 vazni mollar. Hop, chap tarafimizda o'spirinlari bor. Bular nisbatan kichikroq. Ha, bular ayrimlari tish buzgan, ayrimlari endi tish buzadi. Ana, patsos bo'lib patsos emas, paltarashga holatini eng ayni payti. Lekin bular ham mana bo'yindor ekan. Xuddi shu holatga keladi bular ham. Xudo xolasa. Suyagi buzuq narsa lekin mana qarang. Shu bilan qorinni yumaloq qilib semirishga tayyor ekan mollar. Kelasizlar, xudo xolasa,
zo'rlar bor. Kichkinalar desa nima? Kichkinalar ham bor ekan-a? Ha, bitta qo'ra mayda molimiz bor. Taxminan shu 28-30 atrofida qo'ramiz bor. Xo'p, aka, bularning narxi necha puldan bo'ladi shunda? Xo'p, bularni ham shu Abdulaziz 28 dan bir 3 ta 4 ta 27 dan chiqarib bera olaman. Agar yana o'sha taklif o'taman, kimdir molxonasi bo'shab, so'yib tugatib bo'lgan bo'lsa, hayit bayramlarga yoki oqsil kelib bo'lib qolgan bo'lsa, bir joyda olaman degan odam bo'lsa, taroziga ham kelishamiz. Bir joyda olaman deydigan odamga taroziga ko'tarasiga Shunaqa. taroziga kelishsa bo'ladi. Molga yaxshi tushungan aka-ukalar telefon qilsanglar, bir-biringlar bilan tezda til topishasizlar, chunki molni o'zi ko'rganda tushunib bo'lgansizlar. Molni qaranglar, uni go'zalligini. Endi men ot sohasida yuraman, baribir qiziqish bor molga. Molni tepasini o'sha ko'rganda mana uni uzunligini qarang. Xullas bir-biridan zo'r ekan bular. Mana ularni qarang. Bularni kattalarini bitta partiya, kichkinalarni bitta partiya qilmay aralash ekan-a? Aralash biz sartarovka qilmadik hali. Chunki aytdim-ku, oqsildan yaqinda chiqdik. Hali sartarovka holatiga kelmadik. Uni hali pardozi, andozi ham berilmagan. Borini boricha aytamiz. Tonnali bo'ladigan mollar ekan mana masalan qarang, tonna olib ketadi. Samimiy zoti yaxshi ekan mollarimiz ana. Bizga oldindan tayyorlaydigan yigitlar va'da berishdi, va'dasiga vafo bo'ldi, mollar o'zini ko'rsatdi baholasa. Baholasa. Bobur aka, endi bularni narx-navosini aytdik. Bitta, ikkita, 5 ta, 4 ta olingan odam qanday bo'ladi? Buni taroziga kelishsa bo'ladimi? Bo'ladi. Masalan, kimdir keladi, molni narxini tushunmasligi mumkin. Mana uni 28 milliondan 40 milliongacha yoki shunaqa. Degan summani tushunmaydi, tarozi tushunadi, ko'rib biladi. Xo'p, muxlislaringizga aytib o'tamiz, o'sha chorva boqadigan o'sha birodarlarga aytamiz. Ko'pchilik kelgandan keyin o'qiymiz endi kommentariyalarni o'qiymiz. Demoqchiman, bo'lganim videoda boshqacha gapirar ekan, borgandan keyin boshqacha soldi degan gap emas uchun hammasini prozrachni beramiz. Xohlanglar kommentariyada yozinglar, javob beramiz. Harakat qilaman siz kommentariyangizga javob berishga. Baholasa. Xohlanglar taroziga beramiz. Taroziga deganda ko'pchilik, men o'zim qassobman Abdulaziz. Ko'pchilik go'sht narxida deb o'ylaydi. O'zi bizda bozor qanaqa desanglar, chorva mol go'shtdan qimmat. Qimmat bo'ladi. Qimmatroq yuradi. Endi qimmat deganda uni ja sovurish emas maqsad. Buni sotishimizdan o'z maqsad, asl maqsadga yetib ketaylik. Bu yerda bo'shatishimiz kerak. Molda hech qanaqa ayb yo'q, nuqson yo'q. O'zimiz ham bemalol yemimiz ham zaxiramiz bor, boqib katta qo'l olamiz. Faqat biz otga joy bo'shatishimiz kerak. Otga. Otning mavsumi keldi bizga. Keldi. Shu 2 oy davomida otdan qiynaldik. Muxlislaringiz ham rosa ko'p ot so'rashdi, soting, qani otlaringizni chiqarmayapsiz deyishdi. O'zimizni yo'nalishimiz bo'lganligi uchun otdan qiynaldik, ko'chadan olib. O'shani yana joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak. Molni har vaqt topfasi bo'ladi xalqdan. Xo'p, gapimizga qaytsak, molni taroziga ham beramiz, faqat go'sht hisobida emas. Buni endi go'sht hisobida bera olmaymiz, chunki buni tagida og'ir mehnat yotibdi. Biz uni sabr qildik, kutdik. Lekin bozordan yumshatib beramiz. Bozordan yumshoq. Olishsin, boqmani hisobida kelishsa bo'ladi. Sizni ham kanalingizga yana bir muhim anaqa bitta kontent qilamiz. Bozorga chiqamiz. Chorva sotib olgan odam molini iltimos qilamiz. Tarozini pulini beramiz. O'sha yerda chamalab narxlarni chiqarib olamiz. Nima deyman? Bozorda. Bozorda. 2-3 bozor yurib berasiz bizga. Birinchidan siz kanalingizni o'sha muxlislariga ham yengillik bo'ladi. Чтобы biz ham o'zimiz narx qo'ygan bo'lmaymiz. Adolatdan bo'ladi hammasi. Bo'ldi. 3-4 bozor ketma-ket chiqib turib, chorva sotib olgan odamga iltimos qilamiz, ko'nsa, sotib olgan summasini taroziga qo'yamiz, kelishuv asosida emas. Endi unga og'irlik qiladi, bizning iltimosimiz. Tarozini pulini biz beramiz. Bo'ldi. Nima demadingiz? Bo'laveradi unda qilsagan. Shu xalqqa ichida yurib, ya'ni xalqqa bozordan olingan narxda sotiladi demoqchi. Shunaqa. Kerak bo'lsa yumshoqroq ham beramiz. Bo'ldi, eshitdinglar akalar. Mollarda bir nuqson ayb yo'q, mana yashur deydi bizda vodiyda, endi bu yerda oqsil deb qo'yadi. Oqsildan hammasi chiqib ketib bo'lgan ekan, xudo xolasa. Mollar narx-navolar aytildi. Bizda yana bitta partiyamiz bor-a? Toylarning partiyasi. Toylarni boya video davomida aytib o'tdik, chorva toylarimiz bor. Boqamiz deb olib kelganmiz. Agar ma'qul kelsa, muxlislarga manzur kelsa, marhamat kelishsin, olishsin. Mana toylar bor ekan, esda yo'q. O'sha tepada sementallar ham turibdi, o'ng tarafingizni oling. O'sha yerda semental boqaman deganlar, sementali ham bor. Xullas, gapga javob bo'lganda, bu semental parodiga aralashgan buqalar. Ko'rganlar o'zi yaqqol tushunyapti. Ko'pi shoxdor mollar. Вообще zo'r ekan, mashallah. Ayiq bo'lib ketgan ekan-da.
Xo'p, xudo xolasa, bag'da endi. O'ng tarafimizda, chap tarafimizda mana bitta pochka toyimiz bor. 1,5 yashar toylar, Altayskining toylari. Altayskiy. Altayskiy yemga kirmagan, mana yemga tushdi bu otlar. Kelganiga Tuklari bilan turibdi. bugun nechinchi kun? 4-kunmi? 5 kun bo'ldi kelganiga. Yo'g'onligini qarang. Ha, mana yegani tullashni boshladi otlar bizada. Ha. Mana shular tullab boshladi. Baquvvat ekan. Altayskiy. Og'ir yem bermayapmiz. Rostov bo'lib qoladi shunda, Rossiya. Shunaqa. Sever taraf abakallarni 10 biqini taxminan bizdan qaraganda. Zotli o'sha yerdan kelaveradi. Abakan, Kemerevani ingichkaroq, o'sha bosh videolarda maqtaganimdek. O'sha suyagi buzuqroq, kengroq, yelkalari kattalashib ketadigan toylar. Ko'plari adashmasam 50% dan chamamda ko'pi baytal, hali unaqa chuqur ko'rmadim. Baytal. Ha, baytal. 50 ekan, hisobda. 50 shunaqa. Mana toylar akalar. Bularning savdosi qanday bo'ladi aka? Xo'p, bularning savdosi tarozga qo'ya olmaymiz, sababi sal yo'llar uzoq bo'lib keldi. Endi 5-10 kundan keyin bo'lsa savdosi, tarozga qo'yib beramiz. Agar shu kecha kunda sotamiz desak, tarozga yiqib bermaydi. Ha, tarozga endi tarozimiz chiqmaydi. Hozir narxini qimmat etib qo'yib, narx ko'tarib yubordi degan gap bo'lmasligi uchun bularni shu 18 milliondan 22 milliongacha sotamiz. 18 million so'mdan 22 million so'mgacha. 1 yoshdan 1,5 yashargacha bo'lgan. Shunaqa. 1 yoshdan 1,5 yashargacha bo'lgan. Chunki toylar hozir rosa tug'iladigan sezon aksariyati 1 yosh bo'lsa kerak. 1 yoshga lekin bular sal kichikroq ekan mana. Mana ajratib qo'yganmiz o'zi. Bular kalla boshlari chiroylilari bor ekan, qarang, o'tkirlari bor ekan. Kelib bitta ko'rib tanlasangni, mana qarang, ancha o'tkirlari bor ekan. Kallani pastga tashlagandan uncha ko'rinmasligi mumkin-da, mana ularni qarang, bo'ylin. Mana toylar endi chiroy chiqaryapti. Kesangni zo'rlarini tanlab olasan. Mana chempion, basharda chempion ekan, qarang. Ular har xili bor. 18 million so'mdan 22 million. 22 million so'mgacha toylar bor akalar. Bemalol kelib tanlab, o'zingizga ma'qulini xudo xolasa otib olaverasizlar. Bizda xudo xolasa ma'lumotlar berildi, hamma ma'lumot. Ha? Qo'limizda kelgancha berdik. O'sha bozordagi kontentlarni davom ettiramiz, xudo xolasa qo'yib ketamiz. Mol narxi nech puldan tushadi, otning narxi nech puldan tushadi, hammasini xudo xolasa sizlarga ma'lumot beramiz. Xo'p, bu savdo masalasida 0045 telefon nomeri ekranda turibdi. Bobur akaga aloqaga chiqasizlar. Videoni boshida telefon nomeri bo'lmasligi mumkin, sababi videoni oxirigacha ko'rmasdan turib telefon qiladigan aka-ukalar bor. Ya'ni ma'lumotni oxirigacha bilmasdan turib telefonda ma'lumot so'rashadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar deyishdan maqsadimiz ham shu. Oxirgi daqiqagacha biz ma'lumot beramiz, ya'ni narx masalasida. Ko'pchilik shuni tasvirdagi narsani ko'radida, narxi nech pul deb oxirigacha ko'rmasdan telefon qilishadi. Narxlar aytildi. Bizni diqqat bilan kuzatganingiz uchun sizlarga rahmat. Bobur aka, savdolar barakali bo'lsin. Amin. Xudo xolasa, tez kunlarda bu yerda yangi bugungidek zo'r otlarni chiqarish yangilardan xursand qilamiz inshaalloh. Salomat bo'lasizlar akalar.